Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatında bolsun. 23 mart özünün Facebook hesabında Padişah 3. Charles'ның Tacik iş murasimi medalıga erişkenligini bildirgan Dünya Uyghur Qurultayının vekili ve Merkezi Kanadadaki Uyghur Haqlarını Qoğdaş Teşkilatı'nın reisi Mehmet Toxta Efendim bu mənilik ve qimmatlik mükafotni Kanadaga 10 ming Uyg'urni yerlashtirish plan loyihasi uchun ko'p kuch chiqargan Uyg'urlarning qadrlik do'sti Kanada parlament a'zosi Samir Zubayri apandimdan topshirib elishidan iftixorlanganligini bildirgan edi. Padişah 3. Charles'ның Tacik ish murosimi medali 2023 yili 6 may Padişah 3. Charles va Xonish Kamillaning Tacik ish murosimining xotirasi munosabati bilan tarqatilishga boshlagan bo'lib, bu mukofot Tacik ish murosimiga to'kpi qo'shgan xizmatchilar va jamiyatga xizmat qilgan kishilarga berildi. Kanada hökuməti 30 ming kishiga bu mukofotni berishni qaror qilgan bo'lib, asosliqi Kanada jamiyatiga va yoki xalqaro jamiyatda Kanadaga to'kpi qo'shgan kishilarga berildi ekan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim Mehmet Toxta apandini tabriklab, Kanadaga 10 ming Uyg'urni yerlashtirish uchun to'xtovsiz ko'rsatayotgan tirishchiliklarni muayyanlashtirish bilan birga Mehmet Toxta apandining ushbu mukofotga noil bo'lganligidan muhojirat Uyg'urlar bilan birga faxrlanganligini, bu munosabat bilan Kanadaga yerlashtirilgan Uyg'urlarning ishining eng qisqa vaqt bitishini orzu qilganligini ifoda qildi. Tayland hökumət əməldarları bu yılның başları mazkur davlatda tutub turilgan Uyg'urlarni Xitoy qaytarib bermaymiz deb ko'p qatim va'da bergan bo'lsa-mu, ammo 27 fevral kuni Uyg'urlardan 40 nafarni xalqaroning noroziligiga qaramay Xitoy qaytarib bergan edi. Amerika Birlashma Agentligining 24 martdagi xabarida aytilishicha, gerçi Tayland hökuməti xalqaraga bu Uyg'urlarni qaytarmaymiz deb kelgan bo'lsa-mu, amaliyotda ularni qaytarishi xali burunla bekitilgan ish ekan. Xabarda bildirilishicha, Tayland bosh ministri Paetongtarn Shinawatra bultur yil oxirida Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyinla tutib turish o'rnidagi Uyg'urlarning ahvolida o'zgarish yuz berishga boshlagan. Mazkur ziyoratdan bir oy o'tib, Xitoy hökuməti Uyg'urlarni qaytarib kelish to'g'risida Taylandga iltimos sungan va bu masala Tayland hökuməti tarafidan maxfiy muzokara qilinishga boshlangan ekan. 8 yanvar kuni tutib turish o'rnidagi Uyg'urlardan qaytarish hujjatlariga imzo qo'yish talab qilingan va ularga tahdid silingan. Ular ochliq e'lon qilish orqali qutqizishni talab qilgan. Xabarda aytilishicha, amaliyotda Taylandning Uyg'urlarni qaytarib o'tish qarori 17 yanvarda maxfiy holda bekitib olingan bo'lib, hökumət matbuotlarga, parlament a'zolariga va tashkilotlarga bundaq planning yo'qligini aytib, yolg'on bayonotlar bergan. Hatto bu to'g'risida ikki qaror sotma ichilib, bu Uyg'urlarning taqdiri to'g'risida aniq hukm chiqmagan edi. Tayland hökumət əməldarları 18 martdan 20 martgacha Sharq Turkistonga berib, qaytarib etilgan Uyg'urlardan faqat 6 bilan ko'rishgan. Ular bu Uyg'urlarning xushal-xuram yashayotganligini aytgan bo'lsa-mu, bu ziyoratlar qattiq cheklamalar ostida ilib berilgan. New York vaqti gazetining 18 martdagi maxsus xabariga asoslanganda, butun Xitoydagi hukumat organlari DeepSeek shirkatining qurg'uvchisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan buyon bas-bas bilan sun'iy aql detali DeepSeekni ishlatish kerisman ekanligini ko'rsatgan. Mazkur xabarda mundaq deyilgan: Sot mahkamasining xodimlari DeepSeekni bir necha minut ichida qonun hukm tayyorlash uchun ishlatdi. Xitoyning sharqiy Fuzhoudagi bir doktorxonadagi doktorlar uni davolash planini tavsiya qilish uchun ishlatdi. Xitoyning janubidagi shahar Meizhouda hukumat yordam liniyasida DeepSeekni ishlatib javob berdi. Hong Kongga yaqin shahar Shenzhenda yo'qolib ketgan yoki yo'qolib ketganligini bildirgan kishilarni izlayotgan amaldorlar ko'z tish sinalg'usini tahlil qilish uchun DeepSeekni ishlatgan va kam deganda 300 ahvolda ularning izini qo'g'lay olgan. Mutaxassislarning bildirishicha, DeepSeek Xitoy hokimiyatining kontrolida bo'lib, hukumat tashviqotiga mos holda uchur tarqatdi ekan. Yaqinda Xitoyning DeepSeek sun'iy aql abdetalining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini yoshiradigan qurolga aylanganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika Avam Palata a'zosi va Davlat Majlisi istixborot komiteti a'zosi Darren Lahut va Avam Palata a'zosi Josh Gottheimer DeepSeekning hukumat aslahalarida qo'llanilishini cheklash uchun bir qonun loyihasi tanishtirgan edi. Ular bu vaqtda e'lon qilgan rasmiy bayonotida Xitoy texnik shirkatining Amerika aslahalariga qarta josuslik qilish xavfi borligini ogohlantirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.